Depilyatsiyaga borganda ko'p ayollarning menga asosiy aytadigan jalbalari terilarim qorayib ketdi, osilib ketdi yoki tukli ichkariga o'sib ketdi, qanaqadir yiringlar, gnoylar paydo bo'ldi deb juda ham ko'p odam jalba qiladi. Epilyatsiya protsedurasini menga yoqadigan taraflari asosan tuklarni juda ham seriya o'stiradi, qoragan zonalarni oqartiradi, terini cho'zib osiltirib yubormaydi. Undan tashqari ichkariga o'sgan tuklarni, yiringlar, infeksiyalar paydo bo'lgan holatda ham buni spichkalari o'sha narsalarni lecheniya qilib davolab beradi. Depilyatsiyani har 20-25 kunda borib qildiradigan bo'lsangiz, lazerni epilyatsiyani polniy kurs qilib tugatganingizdan keyin 1 yilda 2-3 martagina olasiz. Bu ham sizni vaqtingizni, ham pullaringizni tejab beradi. Ko'pchilik aytadi, rak chiqazadi, qanaqadir nimadir kasalliklar paydo bo'ladi, hujayralar ichkariga o'sib ketadi. Unaqa narsalar yo'q. O'sha 21-asrda hamma texnologiyalar yangilangan. Homilador, emizuvli davridan boshqa любой vaqtda bemalol olishingiz mumkin. Bu sizning tanlamaydigan va mutlaqo xavfsiz bo'lgan muolajalarimiz qatoriga kiradi. Shuning uchun tezroq qaror qabul qilib, hoziroq protseduraga yozilib kelsangiz bo'ladi.